أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey Allahqa, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar Allohning buyurganlarini qilmaslik, to'sqanlaridan yonmaslik bilan Allohga va uning payg'ambariga xiyonat qilmanglar. Sizlar omonatga vafo qilishning zarurligini bilib turib, Alloh sizlarga topshirgan omonatlarga xiyonat qilmanglar.